Sharqiy Turkiston Uchturpan nahiyasining İmamlimi miyasida davlat tili maktabi ochgan Qurban Niyaz bir necha yildan beri Xitoy Kompartiyasining har darajalik tashviqot vositalarida ko'plab tashviq qilinib kelmoqda. Yaqindan buyon Xitoy doiralari uningga oid tashviqotlarni yana bir qadam kuchaytirmoqda. Xitoyning Jungo xabarlar to'g'rida tarqatilgan xabarda Xitoy doiralarining Xitoy tili va Xitoy madaniyatini Uyg'urlar orasida umumlashtirish ulgusi deb madhiylanayotgan Qurban Niyaz yaqinda Qurban Jungo madaniyatini umumlashtirish markazi ochgan. Qurban Niyaz bu markazning Junxo an'anaviy madaniyatining basisi bo'lganligini bildirib, men bolalarga Junxo madaniyatini o'rgatish jarayonida buning yetarli bo'lmaydiganligini his qildim. Junxo madaniyati degan bizning yiltizimiz. Shunga men bu markazni qurib, yezimizning bulun puchqig'icha hamma kishiga Junxo an'anaviy madaniyatini yetkazishni o'yladim dedi. Diqqat qo'zg'aydigani shuki, u Junxo an'anaviy madaniyatini umumlashtirishning an'anaviy kiyim-kechak madaniyati va yemak-ichmak madaniyati qatorliqlarni o'z ichiga olganligini bildirgan. U o'zi bosh bo'layotgan davlat tili maktabida Uyg'ur bolalarini qadimiy Xitoy posunda kiyindirgan. Yana Uyg'ur bolalarining konziga cho'qinish, Xitoycha kiyinish, Xitoycha bahor bayrami, tavus chog'ini o'tkazishni targ'ib qilgan. Uyg'urlarning tabiiy va fan ijtimoiy fan sohalaridagi minglagan sarxillari yig'ilish lagerlariga qamilib, Uyg'ur ana tili ma'rifi va madaniyati qattiq cheklamaga uchrayotganda, Uyg'ur nupusi mutlaq ustunlikni egallaydigan Uchturpan nahiyasining İmamlimi miyasida shaxsiy xarajati bilan davlat tili maktabi ochgan Qurban Niyaz o'tgan yildan boshlab Xitoyda keng tashviq qilinishga boshlagan. U Xitoy Kompartiyasi markaziy komiteti tashkillagan islohot va ichivitishning 40 yillik musofasiga ko'rinarli to'kib qo'shgan 100 namunachi bo'lib baholangan edi. Dunyoning har qaysi joylaridan 40 dan ortiq ommaviy tashkilotlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Xitoyning kishilik huquq tafsanchiklariga qarshi bir qaror ma'qullashga chaqirmoqda. Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni yipiq tarbiyalash lagerlariga qamab, kishilik huquqini ig'ir darajada dafsanda qilayotganligi kuchli norozilik qo'zg'ayotgan bir paytda dunyoning har qaysi joylaridan 40 dan ortiq ommaviy tashkilotlar birlikda ochiq maktub e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komissarligi va uning a'zolaridan Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligini ayblash haqida bir qaror berishni talab qildi. Hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligiga a'zo davlatlarning o'rtaq holda Xitoyning kishilik huquq xotirasini tekshirish uchun mustaqil ziyorat qilishini talab qilishi, bo'libmi Sharqiy Turkiston, Tibet, Ningxia qatorliq oz sonliq millat rayonlarini tekshirishi talab qilingan. 30 yanvar e'lon qilingan mazkur ochiq xatda Amerika qalamkashlar jamiyati, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Erkin Tibet, Xitoydagi kishilik huquq qo'g'dug'uvchilari qatorliq ommaviy tashkilotlar ovoz qo'shgan. Ma'lum bo'lishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komissarligidagi 47 a'zo davlat bu yil 25 fevral Janvada 20 navbatlik umumiy yig'inini ochadigan bo'lib, yuqoridagi tashkilotlar maktubida har qaysi a'zo davlatlarni o'z mas'uliyatini ado qilishga undagan. yanvar Xitoy muavin zonlisi Liu He bilan Amerika savdo vakili Robert Lighthizer Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi halqaliq suhbatning boshlanishi bilan nurg'un Amerikada yashayotgan jungoliklar arziya sunish uchun yig'in ichiladigan o'ringa va Xitoyning savdo suhbatiga qatnashish uchun kelgan vakillarning o'rinlashgan mehmonxonasining oldiga yig'ilib, o'zlarining Xitoy hukumati tomonidan nohaqchilikka uchraganligini va mol mulklarining sababsiz musodir qilinganligini, Xitoyda turishliq urug' tuqqanlarning behuda tutilganligiga norozilik bildirib, Xitoy muavin zonlisi Liu He'ning oldini to'sib, arznoma sunmoqchi bo'lgan, lekin Amerika soqchilari tomonidan to'sib ilinib, yiqilisha olmagan. Da'vogarning deyishicha, Xitoy hokimiyati haqiqiy xalq uchun xizmat qiladigan hokimiyat bo'lmasdan, balki bir mutham, qonun sirtiga chiqib ketgan nachar qonxo'r hokimiyat degan. Dutlarni söymaydigan Uyg'ur yo'q. Sahinda, uyda, sorunda, etiz beshida, mashrabda dutlar bor. Xo'shalligimizda, dardlarimizda, pig'onlarimizda dutlar bor. Dutlar Eron va Markaziy Osiyo ellarida çaladigan an'anaviy chalg'u bo'lib, har qaysi millatlarning dutlarida ma'lum darajalik xoslik, chilish texnikasida ba'zi bir farqlar bor. Dutlar so'zi farschadan kirgan bo'lib, ma'nosi ikki tor deganini bildirdi. 15-asrdan ilgari dutlarning torlari hayvonning uchidan yasalgan bo'lsa, Yipak yo'lining ichilishi bilan torlari yipakdan yasalyotdi. Dutlar Farislar, Turk, Uyg'ur, O'zbek, Turkman, Tojik, shundaqla turk millatlarining an'anaviy chalg'usi.
Dutar tabiiy quritilgan ujma, o'rik yoki yangi yog'ichidan yasalgan bo'lib, uzunligi ayol va bolalarning o'xshash bo'lmaydi. Odatda cho'ng, o'tira, kichik deb 3 turga bo'linadi. Gavda va sap uzunligi 90 cm dan 1 metr 20 cm atrofida bo'ldi. Ajdodlarimiz uzun tarixiy davrlardan buyon dutor bilan sirlashib, isil kuylarni yaratib, avlodlarga miros qoldirib keldi. Yalğız çeliştin taki orkestrgacha o'rin oldi. Muqamlarimiz dutorning tarlarida murodiga yetdi. Acab bilmebdimen emda sana köygen bu bağrımni yirip birey desem sen yok Çinenge anam Zemzem kuyup birey desem sen yok Zemzem kuyup birey desem sen yok